Assalomu alaykum hammaga. Bugun EVM Wallet o'sha ko'pchilik adashyapti. O'sha EVM Wallet o'langlardisi qaysi birini o'laymiz, qaysi adres tashlaymiz, shunaqa muammo bo'lyapti. Shu haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Undan oldin kimda kim a'zo bo'lmagan bo'lsa a'zo bo'lamiz. Tushunmagan narsalar so'rashingiz mumkin. Keyin endi qo'shilganlar, qanaqa qilib airdroplarga qatnashni bilmayotganlar, mana pin deganda mana bu yerda mana shu turibdi. Bu kirasiz, bu yerda mana qaysi o'sha airdroplarga qatnashish uchun qaysi walletlarni uстановка qilish, keyin o'sha walletlarni ishlash, chainlarda ishlash. Mana shu yerda o'zi EVM haqida tushuntirib berganman. Bugun yana bir marta shu haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p. Mana qatnashayotgan airdroplarim qaysidirlari to'xtab qolgan, qaysidirlari hali ham ishlab turibdi. Qaysi biridir tugagan, lekin o'sha airdropini kutish vaqtidamiz. Shunga mana shu yerdan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Eng tushuntirib berishni eng zo'ri bu layerda tushuntirish oson. Shunga kiraman. Uzr. Mana bu 3-sezon tugadi. Mana bu yerda mana 3-sezon tugadi deb yozib qo'yibdi. Xo'p. EVM Wallet deganda mana shu adres bo'ldi. Mana shu adres, shu EVM Wallet hamma adresi mana shu. E'tibor bersalaringiz, bu yerda mana 40 dan oshiq chainlar bor. Masalan, bu Ethereum chaini deylik, Mantle, Sonic, Sonium, G, o'sha Gravity, Base, Polygon, yangi chiqqan mana Ink hozir o'sha mainnet ketyapti, keyinchalik listing bo'lishi kutilib turibdi. Mana shu MetaMask walletimiz EVM wallet hisoblanadi. Kimdir Phantom ishlatishi mumkin. Phantomni ham xuddi shunaqa. Bu yerda mana e'tibor qilsangiz Ethereum bilan Base'dagi bitta adres. Hali suyi haqida gapirmayapman, Bitcoin haqida gapirmayapman. Faqat Ethereum, shu EVM deganda shu Ethereum bo'lish kerak. EVM haqida gapiryapman. Endi Solana, Sui, keyin mana Ton, bular boshqa, Bitcoin bu boshqa masala. Bular haqida ham tushuntirib beraman hozir. Hozir birinchi o'rinda EVM. EVM mana ko'rib turibsiz. O'sha OH bilan boshlanadi. Buni esdan chiqaring. Mana ko'pincha mana shular. Mana Polygon ham bir xil. Endi qarang, Sui boshqa, umuman boshqa narsa. Xo'p, bu yerda xo'p, profilga kirsak, edit profil. Mana shu yerda wallets bo'limiga o'tamiz. Endi qarang, mana EVM adres deb qo'yibdi. Bu mana EVM MetaMask o'sha ulangan. Mana shu EVM adres. Endi Solana adres keryapti. Ko'rasizmi, bu umuman boshqa narsa. Bitcoin adres bu boshqa narsa. Undan keyingisi Cosmos adres bu boshqa narsa. Shunga e'tibor qilaylik. Kecha EVM adres bering deganda kimdir o'sha adashib boshqa adres berdi. Solanadan berdimi yoki boshqasini bilmayman. O'sha boshqa adres berdi. Endi birinchi o'rinda airdroplarga qatnashishimiz uchun oldin ham aytganman, maslahat beradiganim OKX walletini maslahat beraman yoki Bybit bor,
keyin Git bor yoki Binance'da o'sha wallet ochadigan joy bor. O'sha walletini MetaMask yoki o'sha OKX ga import qilsangiz bo'ladi. Xo'p, even adres deganda mana tushundik. Bu yerda jami bo'lib mana 42 ta chainlar bor ekan. 42 ta. Solana bo'ldi. O'sha Solana tarmog'ida ishlaydiganlar bular. Bular masalan mana ketman Gram, Jito, Ethereum emas. Ketdi mana shuna qarab ketaveradi. Faqat Solana tarmog'ida ishlaydiganlar. Ethereumda ham xuddi shunaqa mana Solana bor. Qani получить. Yo'q, bunda yo'q ekan mana. O'zida mana swap qilsangiz bo'ladi. Lekin uni o'sha airdroplar uchun ishlata olmasangiz kerak. Endi Sui wallet haqida ham mana ketdik. Sui wallet ham haqida tushuntirib beraman. O'sha Valrus zo'r airdrop berdi. Qatnashganlar yaxshigina ishlab oldi. Biz ham ishladik. Endi Sui tarmog'i bu oson qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, xuddi mashinalarga o'xshar ekan. Masalan, BMW umuman boshqa narsa, GM boshqa narsa, Audi, Tesla u boshqa narsa. Xuddi shunaqa o'sha EVM deganda eng kattasini shu EVM deb tushunishingiz mumkin. Xo'p, endi Sui ham xuddi shunaqa bitta tarmoq, o'zi alohida bitta tarmoq bo'lib, o'zini walletiga ega. Bu umuman boshqa narsa, lekin Suidan ham pulli airdroplar e'lon qilingan. Ularga ham hali qatnashishimiz mumkin. Ular haqida hali keyinroq. Keyingi tushuntirib beradigan narsam bu Cosmos. Mana Cosmos bu ham endi uzr. Bu ham alohida tarmoq. Bu ham yaxshi airdroplar beradi. E'tibor qiling, hammasida Ethereum bor. Chunki eng kuchlisi Ethereum deydigan bo'lsak, hammasi Ethereum bor. Bu ham bir alohida Cosmos, Atom, Tia, Mantrani, shu Nil hammasi bular Cosmos tarmog'ida ishlaydi desak bo'ladi. Xo'p, keyingisi xo'p tushuntirib berdim. EVM, Solana, Sui va Cosmos. Mana sizga 4 ta alohida mashina ishlab chiqaradigan zavod, har birini o'zini nomi bor deb tushuntirsak bo'ladi. Xo'p, undan keyin yaqinda o'sha pul jo'natishda xatolik bo'ldi. Ko'p emas, o'zi $5 shu kanalimizdagi a'zo $5 xatolik yo'l qo'ydi. Nimada xatolik qildi? Endi qarang. Agar sizga kimdir coin o'sha tashlayman deydigan bo'lsa, sizga nima tashlaydi? Masalan, Solana tashlasa, bo'ldi. Solana adresingizni berishingiz kerak. Mana Solana adres. Endi sizga EVM wallet adres ber deydigan bo'lsa, qaysi chainni beray degan savolni bermang. Siz faqat mana shu adresni berishingiz kerak xolos. Jo'natadigan odamga bog'liq. Endi sizga agar sizdan masalan EVM adres ber deydigan bo'lsa, siz adresingizni berdingiz. Agar sizga o'sha Gravity'dan jo'natadigan bo'lsa, mana Gravity'dan jo'natadigan bo'lsa, sizga Gravity'ga o'sha Gravity chainga tushadi. Base'ga jo'natadigan bo'lsa, Base'ga tushadi. Endi yana bitta xatolik bor. Mana shu yerda Base USDT ni support qilmaydi. Bu yerda USDT yo'q. Izlab ko'ramiz. USDT yo'q. Bu faqat
%2 o'sha pulim yo'l uchun ko'rsatmadi shekilli. Swapga kiraylik. Base Ethereumda mana swap qilmoqchiman USDT. O USDT bor ekan. USDT yo'q edi bunda. Hayronman. Hozir tekshirib ko'raman. Xatolik bo'lmasin. Xo'p, cent. Binance'dan tekshiryapman. Mana Binance'da hozir USDT jo'natmoqchi bo'ldim. Xohlasangiz o'zlaringiz ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Binance'da mana USDT jo'natmoqchi bo'lsam, Binance o'sha Smart Chain bor. Tron, Ethereum, Polygon, Aptos, Arbitrum, Solana, Open Network, Optimism, Near, Celo bor ekan. Base yo'q. Base'dan jo'natmoqchi bo'lsangiz, asosan USDT. Hozir mana buni ham tekshiramiz. Sizlar ham tekshirib ko'ringlar bu narsa bo'yicha, xatolik bo'lmasligi uchun. Ana o'sha USDT jo'natmoqchi bo'ldim, Base bor. Xo'p. Balki shu USDT, bundagi USDT o'sha airdropga qatnashish uchun bo'lishi mumkin. Lekin o'sha xatolik qilmang. Nima bo'ldi? Yaqinda o'sha kanalimizdagi a'zo jo'natmoqchi bo'ldi-da, o'zini o'sha qaysidir exchange'dan Arbitrum adresini olib Event Wallet emas bu. Shanoda adashtirmang exchange'larda. Exchange'dan Arbitrum adresini olib turib, Base'da jo'natdi. Qani Base. Arbitrumda olib turib Base'da jo'natdi. Bu pul tushmaydi. To'g'ri, o'sha supportga yozadigan bo'lsangiz qaytarib berishi mumkin. Qanchadir vaqtingiz ketadi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Keyin yana bir narsa e'tiborli bo'lamiz. Bu yerda hozir USDT mi? Shunisi bor. USDT. Mana qarang, o'sha plusi bor. Buni ham turi juda ko'p. Adashtirmang. Qarang, hammasi o'sha USDT bo'lib turaveradi, lekin farqi bor. O'shandan ehtiyot bo'ling. Agar siz o'sha walletingizdan Rabbimi, OKXmi farqi yo'q. Qaysidir walletdan jo'natmoqchi bo'lsangiz, masalan, bunda bir $300 plus bor. Tekshiring. $1 jo'natib ko'ring. $1. Xohlasangiz 30 sent jo'nating. Sizni walletingiz o'sha exchange'ingizga tushadimi, yo'qmi? O'sha tushadigan bo'lsa, o'sha adresga keyin jo'natmoqchi bo'lgan summangizni jo'nating. Agar endi boshlanayotgan o'sha boshlang'ich tushunmayotgan bo'lsangiz, $1 yoki 30 sent jo'natib ko'ring. Masalan, exchange'lardan eng kamida hammasi har xil. Masalan, Ethereumda eng kamida 0.01, masalan $15, $20 jo'natish mumkin degan joy bor. Lekin walletda unaqa narsa yo'q. Qanchadir miqdorda o'sha Ethereumimiz bo'lishi shart. Chunki hamma jo'natayotgan chainingizga qarab sizdan qanchadir miqdorda pul oladi. Masalan, Gravity'dan jo'natadigan bo'lsam Gcoin oladi. Endi Mantle'dan jo'natadigan bo'lsam MNT tokenini oladi. Masalan, bir dona jo'natadigan bo'lsam kimgadir, hop hozir hop adres topamiz.
mana bir dona jo'natadigan bo'lsam, yana bir marta bosadigan bo'lsak, mana bu yerda hop mana 0.0.12 o'sha imenti fi to'layman bittaga. 10 ta jo'natsam ham, endi farqini ko'ramiz. 0.0.0.12 endi 10 ta deylik. 10 ta yo'q-ku. Mayli, 10 taga harakat qilib ko'ramiz, nimadir ekan. Fini ko'rish uchun qilyapman hozir. Yo'q, ko'rsatmas ekan. Mana ko'rdingiz. Yo'q ekan, shunga buni ko'rsata olmayman. Endi BNB dan jo'natmoqchi bo'lsam, BNB bor, BNB bor. Bunda ham ehtiyot bo'ling. Kimgadir mana ozroq BNB bor ekan. Kimgadir masalan krem coin jo'natadigan bo'lsam, BNB bo'lish shart. Qanchadir o'sha fi to'layman. Soliq deydimi? Xizmat haqqi deydimi, shuni o'sha fi to'layman, BNB da to'layman. Bez dan jo'natadigan bo'lsam, o'sha Bez Ethereum dan to'layman. Berra chain dan to'ladigan bo'lsam, bunda Berra dan to'layman. O'sha anoda xizmat haqqisini shunda to'layman. Shunda EVM adres deganda o'sha tushuna oling. Mana shu. Solana adres bo'lganda bu Phantom, Cosmos adres ehtiyot bo'ling. Endi Cosmosni bir qiziq joyini ko'rsataman. Masalan, Atom coinidan o'sha olmoqchi bo'lsam, qani ekan? Xo'p. Stake qilib qo'yganman TIA. Xo'p. Mana Nil coinni olmoqchi bo'lsam, e'tibor qiling, Nilion bilan boshlanadi. Endi Elis network ekan. Ko'rsatdi. Atom Elis. Endi Xo'p. Mana Atomni oladigan bo'lsam, Cosmos bilan boshlanyapti, e'tibor qiling. Eng asosiysi o'sha Atom. Mana Cosmos bilan boshlanyapti. MetaMaskda eng asosiysi Ethereum. Solana'da Solana, Sui'da Sui, Atomda Atom coin'i, Cosmosda Atom coin'i. Endi yana olmoqchiman. Xo'p. Bunda yana qaysi coinlar bor? Tian olsa mana o'sha Tiani nomi Celestia bo'ladi, o'sha qisqartirilgan Tia. Endi bunda hammasi alohida berilgan. Yana xo'p. Yana qaysilarni ko'rsak bo'ladi? Mana depozit eng zo'r mana depozit ekan. Endi qarang. O'sha Atom jo'natmoqchiman, Cosmos, Allora jo'natmoqchiman. Allo bilan boshlanadi, Tia, hammasi alohida berilgan. Bu EVM. Adashtirmang, bu EVM. Mantrada mana mantra bilan boshlanadi. Hammasi alohida. Agar sizda o'sha Cosmos dan so'raydigan bo'lsa, qaysi asosan sizga nima jo'natmoqchi? Atom jo'natmoqchi bo'lsa, Atom adresini berasiz. Tia jo'natmoqchi bo'lsa, Tia adres berasiz. Atom o'sha Cosmosda alohida, lekin EVMda emas. Shuning uchun shu narsaga ham e'tibor qiling. Xo'p. Yana qaysi narsa qolib ketyapti? Xo'p. Menimcha walletlar bo'ldi. Keyin yana bir narsa bo'ladi. Shuni ham aytib ketaylik. MetaMask walletini ochsangiz, asosan bu EVM bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. To'g'ri, mana 53 tami, 43 tami, 42 ta chainlarni support qilar ekan. Lekin bu Solana, Sui, Cosmoslarni support qilmaydi. Buni ham iloji bor
To'g'risi o'zim ulamaganman, ikkisi Steam'damidi. Hop. NFT'da emas. Bunga ham ustonovka qilsa bo'ladi. Solana, Sui, Atomni ustonovka qilsa bo'ladi, lekin ishlamaydi yaxshi. Shuning uchun siz OKX walletini ochadigan bo'lsangiz, mana shu OKX bo'lishi kerak. OKX ni ochadigan bo'lsangiz, bu hammasini support qiladi. Masalan, shumikan OKX walletim. OKX wallet shumikan. OKX walletim. Hop. Adashayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu bo'lishi kerak. Adashtirmayotgan bo'lsam. Mana shu ekan, mana. OKX ochadigan bo'lsangiz, o'sha asosiy hamma odamda o'sha airdropga qatnashadigan asosiy wallet bo'ladi. Shunda OKX ochadigan bo'lsangiz, OKX hamma o'sha Sui, hamma mashinalarni support qiladi. Masalan, Suini ham, Bitcoin, Solana, Ethereum hammasini support qiladigan o'sha OKX. Bunda o'sha eng yaqindagisi o'sha Tonam bor. Keyin mana bir xil joylarda o'sha airdroplarga qatnashaman desangiz, MetaMask uladi deydi. Eng osoni o'sha OKX wallet ochasiz. Bu haqida video qilganman. Import qilish. Xo'p, mana bu yerda to'g'ri o'rnatish. Mana import qilish. OKX ochasiz, faqat o'sha EVM ni MetaMask yoki Rabbiga import qilasiz. Suini bu yerdan Sui walletga import qilasiz. Shunda hammasi o'sha bitta walletda bo'ladi. Qachon masalan xohlasangiz, bridge qilaman desangiz, Ethereumdan mana Solana tarmog'iga bridge qilasiz. Agar hozir Phantomdan o'sha nima edi, MetaMask walletga ko'chiraman desam, birinchi bunda bridge qilaman. Bir fee to'layman. Keyin bundan bridge qilib, send qilib EVM ga o'sha MetaMask o'tkazadigan bo'lsam, yana fee to'layman. OKX da unaqa bo'lmaydi. Yana bir narsasi zo'r, OKX walletini bir tomonlama, masalan qarang. Siz buni o'sha Solanasini Phantomga yoki mana Solflare degani ham bor. Bunga import qildingiz yoki Backpackga import qildingiz. Siz o'sha so'ralgan joyga, masalan airdropga Backpack ular yoki Phantom ular deydigan bo'lsa, o'shani bitta walletdagi adresni ulayapsiz, ishlatyapsiz. Qachondir o'sha swap, bridge mana shu walletdan, mana shu OKX walletdan hisoblanadi. O'sha bridge qildingiz, swap qildingiz, hammasi o'sha bunda amaliyotga oshayotgan bo'ladi, chunki adres bitta, hamyon bitta. Qaysidir airdroplar sizni tranzaksiyalaringizga qarab airdrop beradigan bo'lsa, bunda Solana'da ham qildingiz, Ethereum'da ham qildingiz, Bitcoin'da ham hammasini qilganingiz hisobiga sizga bu o'sha OKX wallet'da airdrop olish imkoniyati oshib ketadi. Chunki tranzaksiyaga qarab beradigan bo'lsa. Endi MetaMask Ton support qilmaydi. TRX o'sha Tron'ni support qiladimi, bilmayman. OKB'ni ham support qilmasligini bilmayman. Yo'q, menimcha support qilmaydi. Bunda mana asosiylari bor, qarang.
Solana bor, Ethereum bor, Bitcoin bor, BNB, Ton, o'sha Tron. Hammasini support qiladi. Yana bitta e'tibor qiladigan narsamiz Near degan coinimiz bor. Bu ham alohida tarmoq. Hop, Near. Bu yerda juda ham ko'p Aptos, balo, battar juda ham ko'p. Mana Razor, Ronin bor. Mana Sender wallet ekan. Bunda ham airdroplar bo'lib turadi. Yaqinda o'sha Aziy bo'luvdi, rasvo qildi, har 6 oyda beradigan qildi, umuman foydasi yo'q. Mana bu Near. Nearda ishlaydigani. Bu ham bir alohida. Endi shu Nearda ham hozir OKX ni ko'raman. Mana Neardan bor. Endi MetaMaskda Near bo'lmasa kerak. Liniya bor. Near bo'lmasa kerak. Ronin bor. Near yo'q, lekin OKX da bor. Siz bitta OKX ochasiz, o'sha Phantom yoki o'sha Backpack Solana tarmog'iga Solanani import qilasiz walletingizda. MetaMask yoki Rabbi walletga Ethereum ni import qilasiz. Keyin Bitcoin tarmog'ida o'sha ishlaydigan Unisat so'raydi. Unisatga import qilasiz. Asosiysi bitta walletda hamma plyus bitta walletda ushlab turgan bo'lasiz. Xo'p, bugun shu bilan videomizni yakunlayman. Agar kimda kim tushunmagan bo'lsa savollar berishingiz mumkin. Kommentariyada yozing. Yoki o'sha Telegramda a'zo bo'lib yozing. Agar yana ham qiziqarliroq savol bo'ladigan bo'lsa, shu yerda mana aytmagan narsalarim bo'ladigan bo'lsa, video qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, hammaga omad. Airdroplar doim sabrli odamlar uchun deb videoni yakunlayman.